Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yana bitta ishimizni mana strapilalarni tugatdik. İşimiz Qo'qonda. Bitta ko'chaga arka tashlab berdik. Darvozaning tepasiga do'ppili qilib. Bu yoq hovli tarafdan ko'rinishi. Kichkinagina o'ziga yarasha hovlicha bor. Bu yerda terrasa bor tepada. Terrasaning tepasini ham yopib yubordik. Bu yerda eshigi bor. Tomdan chirdik sifatida kladovka qilib, nima bilan saqlab foydalanaman deyishdi. Shunga bu yoqni do'ppili qilib yopib yubordik. Tepa taraflari o'zi oldin yopilgan ekan, biz ochdikda, mana bu tomni qo'shib ulab yubordik. Bu yoq orqa taraf, qo'shni taraf mana shunaqangi oynaga havo kirish uchun xonalarga shunaqangi joy qilingan ekan. Bu yerga oldin ozgina chiqqan ekanda suv oqib zax bo'lib ketibdi. Biz endi buni cho'zib, devorning ustiga ham suv tushmaydigan qilib, mana bu yerda 1,5 metrcha joy bor havo aylanishga. Shunaqa qilib, bu yerda tunikalarni ham yopib qo'ydik.